Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana fasadlarda kraska ishiga olib qoldik. Kraska ishlarini tugatyapmiz. 2 komponentli Gench firmasining kraska lak bo'yoqlaridan foydalanganmiz. Ko'rishdan mumkin, chiroyli qilib, ideal qilib sepib chiqaryapmiz. Bular hozir yangi sepilgan, qurigan sari matvilashadi, xuddi shu singari matvilashadi. Matviligi 580 ga 10% lik matvida. T001 model ostidagi kraskamiz bu. Rangi Gench firmasining har xil ranglari bo'ladi, o'sha nomerlar bilan raqamlangan. Bu T001 raqamdagi kraskasi. Qaymoq svetda eng ochiq bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, bu aynali fasadlari ko'rishlar mumkin, chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa ishlarimiz ideal qilib sepib berdik. Nari tarafda ham sepganlarimiz qurish holatida, o'shaning uchun sekin matvilashyapti, ular ham qurigan sari. Bu tarafdagi fasadlarimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu menimcha g'aladorlarning fasadlari bo'lsa kerak. Kichikroqdan taxminan qilib aytaveryapmiz biz, chunki mebel ish qilmaymiz. Kraska ishiga olib qolgandik buni. Naryoqda qurigan detallari qo'yib qo'yilgan. Ichkarida yana bir ikkita detallari sepilyapti. Ularni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Bu tarafda ham o'sha bular ham mebelimizni fasadini qandaydir yoni atrofidagi detali bu ham. Menimcha vitichkani yonidagi detali bo'lsa kerak. Shuna qilib ishlarimizni xudo xolasa chiroyli qilib sepyapmiz. Bu hozir astar sepildi, bunga 2 komponentli. Bunga endi kraska sepiladi. Bu abr shotkalarni boshqa odamga zakaz olib qo'yganmiz. Orqa tomoniga ham sepib qo'yapmiz, chunki MDF eshilmasligi uchun orqasiga ham sepyapmiz. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment qilib qo'ying.